Assalomu alaykum hammaga yaxshimisizlar, podpischiklarim tinchmisizlar, sog'misizlar. Bugun yana nasib bo'lsa yangi video qo'yaman sizlar uchun. Men Padmenga ishga kelganman, nochka ishlayapman hozir. Cherezdin ishlayapman. Bir kun ish bo'ladi, bir kun bo'lmaydi, ana shunday qilib. 300 tonnalik XMG KS kranchaga hozir buni ishni bo'lib keldim, qo'ydim o'zi garajga. Men kim bilsa hozir Buxoro turistik sentr bor. Buxoro yangi Buxoro hukumatini oldiga, yon tarafiga kran ana shunday ishlayapti. Nochka bugun 3-kun ishladim. 2 kun denga ishladim. Nochka 3-kun ishladim. 4-5 kunlardir ishlayapman. Endi ish jarayonini ko'rsataysam sizlarga. Hozir qap-qorong'i, hech nima ko'rinmaydi-da. Kranni o'zini ko'rsatay desam, hozir yig'ilgan. Endi salonni ko'rsataman. 25 tonnalik KD krancha bilan почти bir xil. Ichi salonlari, joystick knopkalari, bir ikkitagi knopkasi farq qilmasa, lekin bir xil desa ham bo'ladi. Ana bu kranni ichi ana. O'sha KD krancha bilan ichi bir xil ana. Hammasi enjini qo'shilishi, ana skoruslari hammasi bir xil. Tablolari hammasi bir xil. Kabinkasi hozir ishlab keldim, ish tugadi. Yo'lda bor dedi, damingni olgin dedi. Ertalabgacha endi ish bo'lmasa nasib bo'lsa damni olamiz. Keyin ertalab uyga go. Xudoga shukr. Qimillab turamiz. Rizomat aka, telefon qilsam olmadingiz. Bir telefon qilib turing. Mana xafa bo'ldingizmi deyman-da. Bilaman, baribir shu videoni ko'rasiz. Ayni kranni o'rganish nasib qilmadi sizga men bilan birga. Endi sherigim ishlayapti. Hozir aytsam bo'ladi sherigimga ham. Endi uni fe'li chatoqroq. Haydaydimi, yo'q deydimi, endi nima deydi u? Bir nima qilib ko'raman, gaplashib. Keyin sizga aytaman. Videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, bir kommentariy yozib keting, yo bir telefon qiling. Xo'sh. Nima savollaringiz bor? Aktivam tushib ketgan, hech kim like bosmaydi, podpiska bosmaydi. Shu oxirgi videomdan keyin 5 tami, 6 ta podpiska keldi tamom. Shorts videom lekin zo'r prosmotr bo'ldi, 25 mingta. Eng ko'p prosmotr bo'lgan video mana shu. 25 mingta prosmotr. Shu gap, charchamanglar. Harakatdan to'xtamanglar. Faqat oldinga gazini bosinglar. Bilasizlar, hozir hayot qiyin, yashash qiyin bo'lib ketyapti. Nima savollar bo'lsa yozib qoldiringlar, men video qilib javob berishga harakat qilaman, bo'lmasa yozma javob beraman. Hammalaringizga omad, sizlarga daromad. Menga podpiska bo'lib, like bosib turgan hammaga katta rahmat, ad-dushi. Hurmatdasizlar. Meni tonigan, tonimagan hammaga rahmat. Buxoro, Navoiy, Samarqand. Hamma yaxshi insonlarga, iymonli, insofli, diyonatli, yaxshi insonlarga hammaga salom. Ishlaringizga omad, charchamanglar.